Hammaga salom bo'ldi. Streamuz kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda yana bir bor bazalar raidini boshlaymiz. O'tgan safardagi video sizga juda ham yoqib tushgandi. Video davomida qanday qilib o'yinchilar bilan kelishib, toperlar bazasini topganimizni bungi videoda ko'rib olasiz. Bungi videoda qanday usullardan foydalanib bazalarni topishimiz va qanday qilib bazalarni tanat bombalar orqali portlatishimizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yo, bu yerdagi resurslarga qaranglar bolalar. Telefon o'qib ketyapti, lekin to'g'risi ham resurslar ko'pligida. Yana bir gap. Telegram kanalimda hozir geolik va pullik konkurs ketyapti. Agar qatnashish niyati bo'lsa, Telegram orqali kirishingiz mumkin bo'ladi va g'oliblar 3 kundan keyin aniqlanadi. O'sha uchun demak nima qilishni bilasizlar? Telegram kanaliga kirib obuna bo'lib, demak qatnashishni unutmang. Hammalaringizga omad, kim qatnashayotgan bo'lsa. Bizni birinchi qiladigan ishimiz shunchaki hech kim bilan kelishmasdan o'zimiz ba'zilarni qidirishga qaror qildik. Shuning uchun RTBda shunchaki uchib yurib, ba'zilar joylarini qozib, ba'zi joylarni qidirdik va Niar komandasi orqali o'yinchilar bo'lgan joyni ham izladik. To'xtang, siz uchun qiziqarli yangilik bor. Bugun 13-aprel 20:15larda serverda Vibe bo'lib o'tadi. Sizlarni mana shunday yangi Vibe'da kutib qolaman, chunki Vibe'da yangi yangiliklar va yangi ishtiyoqlar sizni kutmoqda. Agar men bilan birgalikda o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana shu IP orqali kirishingiz mumkin. Hammalaringizga omad! Baza izlayotgan paytimizda bir o'yinchidan bizga taklif tushdi. Bu degani u bizga baza top beradi va biz unga o'yin valyutasi tanga beramiz yoki qanaqadir top narsalar beramiz. Va bu narsa bizga juda ham qiziq bo'ldi. Shuning uchun o'yinchi bilan o'zim gaplashishga qaror qildim. Shuning uchun o'yinchiga hozir demak tepada tashlaymiz va u meni tepamni qabul qilib, u bilan hozir demak gaplashamiz. Demak, biz demak unga o'yin tangasini beramiz va u bizga demak bazani koordinatasini beradi va u bazani biz raid qilamiz. Aytsam, bu pul topish eng yaxshi usuli, chunki siz o'zingiz bazani raid qilmaysiz, ba'zi bir toperlarni topasiz va ularga baza koordinatasini sotasiz. Lekin ba'zi paytda ehtiyot bo'linglar, agar sizlar toper bo'lsangiz, agar sizlarni aldashlari mumkin. Mana shunday qilib video davomida hali hammasini ko'ra olasizlar, qanday qilib bizni chuv tushirganlarini va boshqalarini. Agar siz mana shunday pul ishlamoqchi bo'lsangiz, agar maslahatim birinchi bo'lib pulni olinglar, keyinchalik esa bazani koordinatasini beringlar. Biz bir soatdan beri u bola bilan gaplashdik, hammasini tushuntirdik va u bizga ishondi va pulni olmasdan bizga demak bazani koordinatasini ko'rsatdi. To'g'ri aytsam, bu baza suv ostida ekan va mana bu bolaga tegishli bo'lgan baza ekan. Esda uni bazasi emas, bu boshqa kishining bazasi. Shuning uchun tezligina demak do'stimni tepa qildim, chunki u bu baza haqida xabar olmoqchi edi. Chunki ehtiyot bo'linglar, mana shunday paytda bazaga tepa qilaman deb o'zini qopqoniga demak tepa qilishi mumkin va sizlarni qopqoniga tushirib, sizlar resurslarni olishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar, mana shu paytda doim ogoh bo'linglar va demak abjir bo'linglar bolalar. Asasi bu bola 5 millionga bazani berdi ishda, lekin to'g'ri aytsam bu baza 5 millionlik bazaga o'xshamaydi. Shuning uchun bolaga 3 million so'm berdik, chunki 3 million normal summa deb o'ylayman, chunki minimal baza bu. 5 millionga bundan ham zo'roq bazalar topsa bo'ladi va bu yerda sanduqlar oddiy va kim biladi bolalar bu yerda qanaqadir demak oddiy narsalar bo'lishi mumkin. Bu yerda toperlar bazasi ham deb bo'lmaydi. Kim biladi bu do'stniki, shuning uchun men risk qilib o'tirmadim. Shuning uchun minimal summani unga tashlab berdim. Biz demak bazani tepasiga chiqa oldik. Endi esa do'stimiz bilan bazani raid qilishimiz kerak bo'ladi. Do'stim pastga tushdi bolalar, ehtiyot bo'lish kerak, qilib shu bo'lmasligimiz kerak bu yerda. Chunki o'lib qolsa agar narsalarimiz ham yetib ketishi mumkin. Hop, demak endi ehtiyotlik bilan pastga tushishimiz kerak bolalar. Pastda demak do'stim meni kutyapti. O'zini tinchlar bilan demak bu portlashga harakat qilyapti bolalar, lekin bu yerda privat bor. Demak bu yerda hozir bir nechta TNT tashlaymiz bolalar va portlatishga harakat qilib ko'ramiz. Do'stimga tepa tashlaganim bilanoq bu yerda demak portlash shu ishlab bo'layotgan ekan. Endi bu yerda ko'ryapsizlar, suv bor. Bu suvni yo'qotish uchun bizga demak qum kerak bo'ladi, lekin bizda hali qum yo'q bola. Tintini portlatgandan foyda yo'q va bu bola ham keldi. Hello bro, buni salom bro, qalaysiz? Mayli. Mayli, o'ylaymanki xalaq berishmaydi bizga. Va bu yerda endi buni qum bilan portlatishimiz kerak bo'ldi. Mana qo'ya do'stim qum topib keldi va endi ko'ramiz bola nima bo'lar ekan. Qumni demak do'stim tashlar ekanmi yoki tashlamas ekanmi bola, hozir demak ko'ramiz. Mana 1, 2, 3 va demak portlashiga guvoh bo'lamiz. Ko'rilishi yo'q bola, suv yo'qolmadi va obsidian ham sinmadi. Endi esa boshqa yo'llar topish kerak. Vaqt cho'zmasdan endi esa top bombani spawn qilamiz bola. To'g'ri aytsam, mana bu ko'rayotgan bombangiz serverdagi eng qimmatli va eng zo'r bombalardan biri. Bu demak obsidianni demak tortib portlatib tashlaydi. Yo, yondirdik, nima bo'lyapti bola? Suvning ichiga kirib ketishni qaranglar. Yo, bu resurslarni qaranglar bola, ko'pligini. Oy, bu resurslarni ko'ryapsizlarmi, qanchalik ko'pligini bola? Butun bola bazani
portlab tashladi. Mana bu yerda ozgina sanduqlar qo'ygan ekan. Qisqasi, bu resurslarni ko'ryapsizlar bolalar. Hammasi oddiy resurslar ekan. 481 qaragan paytimiz ham demak bu narsani his qilgandik. Do'stim ham aytgandi boshida bu toperlarning bazasiga o'xshamaydi degandi. No, mayli bolalar, nima desam ekan? Juda ham yaxshi, zo'r baza ekan. Nima desam ekan? Baza 481 ko'rinishdan juda ham ajoyib va ko'p toperli o'yinchilarning bazasiga o'xshadi, lekin afsuski bu yerda men toperli narsalarni ko'rmadim. Shuning uchun endi ba'zi narsalarni qidirsa bo'ladi, lekin bu narsalar bizga juda ham ko'p mablag' keltirmaydi. Shuning uchun biz minusda biz bolalar. Asosiy kontent uchun va sizga qiziq bo'lishi uchun u yerdagi resurslarni olib kelib o'zimizni bazamizga yig'dik. Endi bilmayman bu yerda qancha resurs sanduqlar bo'ladi va qanchalik ko'p bo'ladi. Qisqasi video davomida ko'rib olishingiz mumkin. Va boshqa bo'ladi, yana bitta koordinat oldik va o'sha koordinata tomon qarab yana yo'l oldik. Bizga berilgan birinchi koordinata to'g'risi bilan keldik, lekin bu yerda hech qanday baza yo'q edi va bizni demak aldashdi. Aldagan bolani o'zimizga chaqirib, endi u bola bilan ozgina suhbat quramiz va nima sababdan bizni aldaganini demak bilib olamiz. Asosiy bu bola bilan gaplashib bir narsani tushundim. Bu bola bizdan ozgina xafa bo'lgan ekan, chunki u bilan birinchi marta demak kelishuv o'qigan paytimizda 5 million so'ragan ekan, lekin biz unga 3 million tashlab bergandik. To'g'ri aytsam, men unga kelishuv oldidan birinchi bilib aytgandim, ba'zan 3 millionga olaman, chunki 3 million normal summa degandim. Va 3 million tashlab berdim va u bizni demak tepa qildirdi va koordinatini ko'rsatdi. Qisqasi mana shunday bo'ldi va u bizdan yana 2 million talab qilyapti va yana bitta baza beraman deyapti. Qisqasi biz unga ishonmadik va demak qozishni davom ettirdik. Shu bola bilan gaplashib, hamma kelishini tushuntirdik. Agar to'g'ri aytsam, men o'rnimda boshqa o'yinchi bo'lgan paytda uni o'ldirardi yoki koordinatalar olib qochib ketgan bo'lardi. Maslahatim, o'yinchilarni aldamang va qanday kelishuv bo'lgan bo'lsa, o'shanda kelishuvga amal qiling.